Ganza mashinasining rol qismi ham shuni qotiramiz. Olib qolgan Leganza mashinamizning rolini qotirib yetdik. Umuman o'yna olamaydi, yongi ham umuman o'ynamaydi. Xo'p, buni mana yoni shponkachasi, mana shu tomoni shponkachasi bo'ladi. Mana 17 li Nexia sharoy boltini qisqartirib qo'yganmiz. Ikki tomoniga ham bo'ladi bu shponkadan. Mana ikki tomon atrikalar shunday yetarcha chiqib keladi. Bu tomoniga ham xuddi shunday mana 17 li bolt qo'yganmiz. Xo'p, tagiga 8 li boltga qo'yganmiz. Uzun boltga qo'yganmiz mana. Uzun prujina yoniga turibdi. Mana boltga 8 li. Bu rolni tepasiga o'ynash uchun. Shalqilib qoldi-da. Mana. Endi videoni bir o'zim olaman. O'ynaveradi rol. Umuman hech joyga o'ynamay qolmay, qotib qolishning ma'nosi yo'q buni. Rol o'ynaveradi bemalol. Shuning uchun ozginagina qiynaldik. Chotki bo'lib umuman o'ynamaydi. Leganzasi bor, qiynalib yurgan tanishlar jo'natib qo'ysanglar videoni xursand bo'lib qolishadi.